Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda Axborot 24 informatsion dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada men G'olibnazar Qurbonov. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga O'zbek Neft-Gaz aksiyadorlik jamiyatining joriy yil birinchi yarmidagi faoliyati va yil yakuniga qadar ustuvor vazifalar yuzasidan hisobot berildi. Shunday tarmoq borki, unda kuni-tun ish to'xtamaydi. Dam olish kuni yoki bayram degan tushunchalar unga begonadek go'yo. Xonadonlarning issiqligi, korxonalarning barqaror faoliyati, butun iqtisodiyotning bir maromda ishlashi shu tarmoqqa bog'liq. Neft-gaz majmuasi mamlakat energetika tizimining mustahkam poydevori. Bu poydevor qanchalik mustahkam bo'lsa, sanoat shunchalik jadal rivojlanadi. Investitsiyalar ko'payib, aholi uchun yangi imkoniyatlar ochiladi. Shuning uchun ham mamlakatimizda tarmoqni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Infratuzilma yangilanib, zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda. Yangi konlar o'zlashtirilyapti. Yagona energetika tizimining har bir bo'g'inida samaradorlik oshirilmoqda. Mazkur sohani izchil isloh qilish prezidentimizning doimiy nazoratida. Davlatimiz rahbari sohani yanada rivojlantirish, islohotlar samaradorligini oshirish va ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishlari hamda taqdimotlarni muntazam o'tkazib kelmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga O'zbek Neft-Gaz aksiyadorlik jamiyatining joriy yil birinchi yarmidagi faoliyati va yil yakuniga qadar ustuvor vazifalar yuzasidan hisobot berildi. Joriy yilning birinchi yarmida jamiyat tomonidan 11,5 milliard kub metr tabiiy gaz qazib chiqarildi. Ayni paytda neft, dizel yonilg'isi, aviakerosin va suyultirilgan gaz ishlab chiqarish hajmi prognoz ko'rsatkichlaridan yuqori bo'ldi. Yil yakuniga qadar 1,100,000 tonna avtobenzin, 983,000 tonna dizel yonilg'isi, 310,000 tonna aviakerosin, 606,000 tonna suyultirilgan gaz va qariyb 1,180,000 tonna sintetik mahsulot ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Dunyodagi geosiyosiy vaziyat keskinlashishi natijasida Markaziy Osiyo yo'nalishida aviaqatnovlar soni ortib bormoqda. Jumladan, O'zbekistonga amalga oshirilayotgan reyslar soni 2025-yilga nisbatan ko'paygan. Joriy yil iyul-dekabr oylarida aviakerosinga bo'lgan talab 375,000 tonnani tashkil etishi, ya'ni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 27% ga o'sishi kutilmoqda. Uning asosiy qismi mahalliy neftni qayta ishlash zavodlari hisobidan qoplanadi. Shu bilan birga ayrim hamkor mamlakatlarda neft mahsulotlari eksportiga cheklovlar joriy etilgani sababli muqobil manbalardan, jumladan Gruziya, Iroq va boshqa davlatlardan aviakerosin import qilish yo'lga qo'yildi. Geologiya qidiruv ishlarining sifati va hajmini oshirish maqsadida O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyatini modernizatsiya qilish rejalari haqida ham axborot berildi. Kon geofizika uskunalarini yangilash va zamonaviy dala 3D seysmik majmuasini xarid qilish uchun 38,8 million dollar yo'naltirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, xorijiy kompaniyalar, xususan AQShning Schlumberger kompaniyasi bilan hamkorlikda seysmik ma'lumotlarni qayta ishlash markazini tashkil etish bo'yicha ishlar olib borilayotgani ma'lum qilindi. Markazda zamonaviy superkompyuter majmuasi o'rnatiladi. Yangi dasturiy ta'minotlar xarid qilinib, seysmik tadqiqotlarda sun'iy intellektdan keng foydalanish yo'lga qo'yiladi. Mazkur tadbirlar hisobiga yillik 3D seysmik tadqiqotlar maydoni 1800 kvadrat kilometrdan 5000 kvadrat kilometrga, o'rganish chuqurligi esa 4,5 metrdan 8000 metrga yetkaziladi. Tayyorlanadigan istiqbolli geologik tuzilmalar soni 19 tadan 30 taga oshadi. Quduqlar qurilishida yuqori harorat va bosimga chidamli materiallar, ultratovushli qaratash, real vaqt rejimida geofizik nazorat hamda gorizontal burg'alash texnologiyalarini joriy etish choralari belgilangan. Bu murakkab geologik sharoitlarda quduqlar ishonchliligini oshirish, mahsuldor qatlamlardan samarali foydalanish va yuqori debitga erishish imkonini beradi. Davlatimiz rahbari aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini neft mahsulotlari bilan barqaror va uzluksiz ta'minlash choralarini ko'rish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shuningdek, tarmoq korxonalarini texnologik yangilash, energiya samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish va belgilangan chora-tadbirlar ijrosini qat'iy nazorat qilish vazifasi qo'yildi. Davlatimiz rahbarida o'tkazilgan taqdimotda jamiyatning yarim yillikda asosiy ishlab chiqarish ko'rsatkichlari bo'yicha hisobot berildi. Xususan, neft mahsulotlari bo'lgan avtobenzin, aviakerosin, oltin gurgut, polietilen, suyultirilgan gaz mahsulotlari reja ko'rsatkichlari to'liq bajarildi. Natijada joriy yil 6 oylikda jamiyatning biznes reja ko'rsatkichlari, xususan sof foydasi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 110% ga bajarildi. Jamiyatda amalga oshirilgan transformatsiya, operatsion samaradorlikni oshirish, xarajatlarni maqbullashtirish va raqamlashtirish tadbirlari natijasida joriy yilning 6 oyligida 1 trillion 100 milliard so'm mablag'lar ishlab chiqarish xarajatlari qisqartirildi.
Shuningdek, jamiyat kredit portfelini samarali boshqarish natijasida 385 milliard so'mlik yuqori foizli kreditlar qayta moliyalashtirish hisobiga joriy yilda 220 milliard so'm mablag'lar sotib qolindi. Umuman jamiyatning barcha majburiyatlari joriy yil 6 oylikda to'liq bajarildi. Xususan byudjet va maqsadli jamg'armalarga jamiyat tashkilotlari tomonidan 4 trillion so'mlik mablag'lar ajratildi. Ikkinchi yarimlikda davlat rahbari tomonidan barcha reja ko'rsatkichlarni so'zsiz bajarilishi bo'yicha qat'iy topshiriqlar berildi. Xususan sohaga malakali mutaxassislarni jalb qilish, xorijiy kompaniyalar, xususan loyiha institutlari va olimlarni jalb qilish va sohada tajriba almashish bo'yicha qat'iy ko'rsatmalar berildi. Albatta, soha vakillari tomonidan bu topshiriqlarni bajarish bo'yicha zaruriy chora-tadbirlar ko'rib boriladi. O'zbekneftgaz kompaniyasida tubdan islohotlar boshlanganligi qayd etildi va bunda asosiy e'tibor geologiya qidiruv ishlarini kuchaytirish, yangi zaxiralarni aniqlash, qazib chiqarish hajmlarini va mahsulotni qayta ishlash hajmlarini ta'minlashga, shuningdek sohada korxonalarning modernizatsiyasi va texnologik yangilanishlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuni aytib o'tish kerakki, 2026-yilda oldimizda juda katta marralar qo'yilgan. Bu birinchi o'rinda biz 3D seysmika ishlarini 4-7 baravarga o'tgan yilga nisbatan o'stirish reja qilganmiz. Burg'ilash ishlarini 2,2 barobarga oshirishni reja qilganmiz hamda geologiya texnik tadbirlarni 1,8 baravarga oshirishni reja qilganmiz. Bularni bajarish orqali demak biza yangi konlarni ochish, neft gaz zaxiralarini o'stirish hamda qazib chiqarish hajmlarini belgilangan rejalarga erishishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Alohida e'tiborimiz geofizika va burg'ilash korxonalarini texnologik modernizatsiyasiga. Bu masalada demak yangi ikkita seysmik kompleksni, Kanadada ishlab chiqqan seysmik kompleksni keltirilishi hamda ishlab chiqarishga joriy qilinishi rejalashtirilgan. Shuningdek, burg'ilash korxonalariga 10 dan oshiq yangi burg'ilash dastgohlarini keltirib burg'ilashga joriy qilamiz. Birinchi yarim yillikda erishgan natijalarimizdan xulosa chiqarib, ikkinchi yarim yillikda oldimizga ustuvor vazifalarni belgilab berdilar. Bu vazifalarni to'laqonli, tizimli bajarilishi ta'minlanadi.